og'ir gunohni bilasizmi? Eng og'ir gunohlardan bo'lgan dahshatli gunohni aytaymi sizgaki, ko'p odam o'shan bilan do'zaxga kirib ketadi. O'sha orqali ibodatini yo'q qiladi. Nima? Ko'rmagan narsasini ko'rdim deb guvohlik beradiganlar. Ya anitda mana bundoq bo'pti, uzun ko'rdim, ko'rmagan, yolg'on ish. Eng dahshatli gunoh. Odamlar orqasidan-ku nimalar deyishmaydi. Kimki Allohdan qo'rqsa, ig'vo, g'iybat, bo'xton ko'rmagan narsasini ko'rdim, bildim demaydi. Qo'rqadi. Baxt nima desiz? Dunyo matohidan kimga nima yetmayotgan bo'lsa, shunga yetishlikni baxt deydi. Kambag'al boylikni baxt deydi. Kasal odam sog'ligini baxt deydi. Befarzand odam farzandni baxt deydi. Uysiz odam uyini baxt deydi. Qarab turinglar, mana dunyo matohida kim qo'lida nima yo'q bo'lsa, dunyo matohida shunga erishishlikni baxt deb o'ylayapti. O'zi asli haqiqiy saodat oxiratda bo'ladi. Haqiqiy baxtsiz insonlar oxiratda jahannamda bo'ladi. Va ammal ladina su'idu fa fil janna. Haqiqiy baxtli odamlar jannatda bo'ladi.